shular. Shular zotini berasanmi? Birinchi, ikkinchi tovuqlar g'ayrat qilib olishyapti. Yok. Bo'lgan yo'q. Bo'lgan ekaniki ham bo'lgan yo'q. Ekaniki ham yo'q. Yo'q. Tovuqlarimiz Bugun to'yimizda birinchi tovog'ini kim oldi desa mana. Birinchi tovoqni Zohid polvon ko'taryapti. Birinchi tovoq Zohid polvon. Talabkor bo'lsa keling. Davrada Zohid polvon yaxshimi? Narquvvat polvon ham chiqib keldi. Qo'lim travmadi. Katta Damas'ga olishmadik. Qo'lim travma emas deb olishaman desang, qo'yga olasiz. Polvon, sen xohlaganingni olish, xohlaganingni olish. Nimadan qo'rqasan? Ikkinchi tovoqni Narquvvat polvon ko'tardi. Kim kurashsa kurashsin. Ikkovga ikkita kel. Qo'rqma polvonlar. Bular ham senda ikkita oyog'i bor, ikkita qo'li bor. Bahriddin, qaysisiga? Sen ikkovidan ham kam emassan. Men bilaman. Sami zo'r bo'lgan paytda seni hech kim hisobga olmaganda men chiqarib tashlagan. Olishsang bo'ladi ikkov bilan. Qaysi bilan olishasan? Narquvvat bilan. Kim kelsa, zotini aytaman. Tirik tuyasi bor, tirik oti bor. Kim kurashsa kurashsin. Yana bizda zot ko'p kurashadigan odamlar. Polvonlar kiyib aylanasan. Kurash kerak, polvonlar mard bo'lish kerak. Qo'rqma. Rufatga chiq bu yoqqa. Menga qara. Rufat, Narquvvat bilan olishsanmi, Zohid bilanmi? Olishasan lekin. Mehmonsan, sen musobaqada olishganingni ham ko'rdik. Davay. Mana shu Rufatdan yaxshi kurashyapti, mehmon uzoqdan kelgan, olishadi. Qaysi bilan? Bunaqa narsa yo'q. Zamaka, shu to'yni egalaridan, xalqdan talab tushyapti-da. Birinchi, ikkinchini bitta qilib olishsak bo'lmaydimi? O'zi ikkov orqa to'g'ri keladigan polvon ikkov. Bir kalla baland ikkov. Ikkita polvondan pasi bir tekis ikkov to'g'ri keladi. Hozir kurashmay yurgan yo'q, musobaqalarda bir-birini yutib yuribdi. Zohid polvon, Narquvvat polvon olishadi deganlar bir qarsaqlab ursin. Endi to'xta. Ikkovini zotini bitta ham qilib beramiz. Ikkovini zotini 1-2 bitta bo'lsin, olishsin. Izdanlarga ham olishadi. Zohid, Narquvvat, Tebaqa. Xalqning talabi bu. El bilan yomg'ir bilan yer ko'karadi, el bilan duo bilan yer ko'karadi. Narquvvat Tebaqa. Narquvvatga. Endi oldidan o'tib duolaydi, to'y beryapti. Endi bitta to'yning egalarini ham bir aytganini qilaylik, polvonlar. Ha. Jar Qurbonda 4 yil 3 yildan beri bir katta to'y mana bo'layapti-da. Bugun bo'layapti. Hadi Narquvvat, ikkoving bo'pku, olishmay yurganing yo'q. Olishmay yurganing yo'q. Bir yildan bir duolang, bir olish beringlar va bir ko'rsatinglar. Men roziman. Senda masala yo'q. Mehmon polvonlar kelganda majburlash yo'q edi. Qashqadaryodan bir qir oshib kelganda. Hozir endi o'zimiznikilar. Endi ko'p olishmasalar xalq sal norozi bo'lyapti. To'g'risi.
norozi bo'lyapti. Shuni navbatda ular bitta narsa. Bir tuya To'xtang, bo'lmasa. Ikkinchi tomoqqa narxot olishmaydi qo'l og'rigan. Rovke. İkinci tomoqqa rov olishadi. Bexkida. Qaysin desak. Bo'ra. İkinci tomoqni Bo'ra o't bo'ra. rov polvon oldi. Mehmon Rifat polvon. Kim bu kurashsa men shoshman. Hozir men qarayman. Bahridan keldi. İskender. Bo'ra o'tsang o'yma. Bor qani oldiga o'tqani? İskender kecha O'zbekiston chempioni bo'ldi judodan ham. Mana shu yosh deganda ham 21 yoshlar edi. 21 yoshlarda normal. İskender. Bo'rni qo'ying, bo'rni bo'lmasa. Bo'ri bor, bo'ri. Hamma olishaman deyapti. İskender ol. Davay. Bir trigot ustiga $100. İkinci tomoqqa Rauf bilan İskender. Rauf polvon Qoraqalpog'istondan, İskender Angardan bir qarsaklar bo'lsin. Bo'ldi. İkinci tomoqqa olishadigan odam aniq. Rauf bilan İskender olishadi. Birinchi tomoqqa Zohidga kim chiqsa shuncha polvon. Narxot chiqadimi, boshqasi chiqadimi? Bo'ldi, boshqa gap ko'rinmayapti. Bor. Qo'yganman men Zohid. Tovoqlarni ko'rdilaringiz, tirlandi. Bosh tovoq Zohidga berildi. Qaysi polvon chiqadi? Rauf emas, ana Qoraqalpog'istonlik mehmon. Hamma tushunib o'tiribdi. Ikkinchi tovoqqa Rifat bilan İskender polvon. Kudakov. Mehmon keldi. Omon ukamizdan O'rinzor do'kondan $100 mehmon keldi. Amin, ishlariga, kasblariga Allohim baraka bersin. Shu $100 Rifat bilan İskenderning ustiga. Shu yerga turibdi. Yoz buxgalter. Agarda birinchi tovoq kurashaman desa, Narxot polvon $100 Omondan kelgan $100 Rifat bilan İskender polvonning ustiga. Ikkita yosh kurashadigan polvon. Polvonlar, maslahatni ko'paytirishdan foyda yo'q, kurashish kerak. Mayli, Zohid polvon tuyaga ko'tarib turibdi. Tuya olaman deganing kurash yutib ol. Sal ichki ishlar iltimos, sal yordam qilingizlar. Bitta trigot 1 million 1 gilam $100. Amin Allohga. Halol tomosha beradi. Ikkinchi tomoqqa bilan kurashyapti. Tomoq polvonlar mana shu yerda, hey, Rufat, shu yerda kurashasa, o'ralaking qarab turadi. Birinchi tomoqqa da'vogarlar bo'lsa kesin. Xo'p, ikkinchi tovoq kurashyapti. Qoraqalpoqdan Rifat polvon ko'k yaktakda, yashil yaktak İskender polvon Surxondaryo. Zomaka, ikkinchi tovoqlar mana bular. Nima zot qo'yilgan? Bir ot $100, 1 million 1 gilam. Mana bakovul ustida turgan, qaysi bosgan desa shu bosgan. Ko'rganim. Ikkinchi tovoqda kurashayotgan polvonlar ko'k jelakdagi Rifat polvon Qoraqalpog'istondan 100 kilo vazn bo'yicha dzyudoda ham, kurashda ham O'zbekiston chempioni. Yashil jelakdagi polvon İskender polvon Angordan yoshki o'sib kelayotgan polvonlardan. Bu ham o'zini yoshida O'zbekiston kubogi chempionlari. Ikkovini zoti
Hoji momo, Hanifa Hoji momomizning nomidan bir ot Omon O'rikzorda nomidan $100 zoti bor. Halollab olish berasizlar. Ey, şu sport boshqarmamizda Roshan Polvon mana yaqinda sport boshqarma boshlig'i bo'ldi, yaqindagi yaqinda 6 oy bo'ladi. Bir qarsaklar bo'lsin, sport boshqarmamiz boshlig'i. Kurash bo'yicha jahon chempioni. Qanday beringlar jahon chempioni. Men ko'rdim mehmon polvon, Fozil polvon halol bosgan. Bu kurash. Yo'q, bu kurash bu. Ikki yelkasi Xafa bo'lishga hojat yo'q. Kamerani ko'ryapti. Bor damida o'qib, xafa bo'lma. Men o'zim javob beraman. O'zim javob beraman. Hurmat polvon, mana shu Jizzaxdan kelib, mana Surxondaryoni hamma to'ylarda deyarli bor. Otangizga rahmat. Otanglaringiz bilan ham olishganmiz bizlar. Ikkovlaringiz bilan qo'llaring bersin, o'g'il, Xudo xushqut bersin. Nizom aka, zotini aytayvering ikkovini. Zoti bularga aytilgan. Halol kurashsin, yozib qo'yibdi. Tamoymi? Ey, Sherda, Behki, sherda olish. Abdulaziz zot sherda. O'zim qarayman, o'zim. $100 ikkalasini. Ikkoviga $100. To'ydorning otasini Anvar nomidan ham 500 ming. Ikkovi yaxshi kurash beradi. Zohid polvon 259 qora kobalt. aylaning. Qo'yinglar ey. $259 qora kobalt. Ey, Cobalt kutib turinglar endi hozir. Kurash tugaydi, hamma ketadi o'zi. Hozir buni ol, to'xtamaydi. Hech ketganda ham bu darvozadan chiqib ketinglar, mehmonlar. O'ng qo'l tarafdagi. Komandirlar, sherda o'yaringiz iltimos. Sher chiqib keldi-da. Zohid polvon kiyimni kiyib aylaning. Bor ajrashinglar polvonlar. G'ayrat qillaring, malades. Ey, polvonlar bir 300 mingdan berib ajrattirib. Qarsak bo'lsa, mana diyor polvon olishaman deyapti. Dinodan qaytmaydi, malades. Zohid polvon kiyimni kiyib aylanasiz. Diyor polvon kiyimingizni kiyib keling. Keyin e'lon qilamiz zotingiz. Mana Zohid polvon davrada. Bosh tovoqqa Zohid polvon va Diyor polvonlar chiqib keldi. Mana shu bosh tovog'imizga Zohid polvon uzundan, Diyor polvon Dinovdan bir qarsaklar bo'lsin bularga. Bu Diyor ukamizni men Zohid polvonga izoh berishga til bormaydi, hamma biladi. Diyor ukamizga bitta izoh bersa, mard bola ekan. Birinchi marta emas bu, birinchi marta shunaqa bo'lyapti, bu qaytmaydi. Otasiga rahmat. Bir tuya, bir tirigor, $100 1 million 1 gilam. G'ayrat kurasha, amin Allohim. O'rtada olishadi. Bizni Shuhrat oshna beraman oshna zotni. Kurashsin faqat hamma degan. Bosh tovoqlar kurash boshladi. Kurashsin mana yoqqa. Zohid polvon va Diyor polvon.
Halollab olishasizlar, e'tiborli bo'lamiz. Mana shu qo'yilgan to'doq to'ydorlarning bobosi Choriq Hojivon nomidan bir tuya, bir tirok. Gap yo'q. Mana Diyor polvon chiqib keldi davraga. Qaytdi. O'rtaga polvonlar. Katta palvonlar kurashyapti mana. Birinchi, ikkinchi tomoqqa. Ana ko'ramiz. Ikkita polvonimizda. Qo'yib olamiz. Zo'r kurashyapti. Hey, sportga o'rin yo'q. Ural polvon, ajrattiraversangiz ajrattirib yuboring. Hey, mana shu kurash beryapti. Shuhrat Oshnamning ukalari. Bitta narsani e'lon qilishim kerak. Mana shu jarxonimizda sportsmenlar ko'p. Ular tarbiya qilib kelayotgan bolalar bor. Ural polvon Oshnam bilan ishlar tarbiyalayapti. Nomiga $100. Nodir polvon vo'lliklar tarbiyalayapti. Nomiga $100. Odil futbolistga $100. Rozichilik bormi? Davay. Ural polvonga $100, Nodirga $100, Odil futbolistga $100. Meni kimnidir esini chiqargan bo'lsa, hech kim xafa bo'lmasin, lekin addushisi shular. Shular zotini berasanmi? Birinchi, ikkinchi tovoqlar g'ayrat qilib olishyapti. Davraga qaytdi. O'rtaga. Sohib polvon, Diyor polvon. Yo'q. Bo'lgan yo'q. Ikkinchi ham bo'lgan yo'q. Ikkinchi ham yo'q. Bo'lgan yo'q. Biz ham ko'zimiz bilan qarab turibmiz. Kamera kerak emas bu yerda. Ikkinchi ham kurash. Diyor, kamera. Bos qoldi ikkinchi ham. Kurash. Zo'r kurashyapsan lekin, davay kurash. Nuridan ajratib yursizlar deb mayli. Hey, mana guvohlar orasida mana Nodir zotini ham berdik. Nodir Volnik degani. Davay, rahmat. 300 ta shogird bor buni ham. Yo'q.
Hasan rozi qilib beringlar. Bor. Katta palvonlar qolsin, qolganlar asta damini olib ajrashib ketaversin. Bizga oxirida kesib turadi. Oxirgi qo'l Abdurahmon bilan buni Angor. Abdulaziz bilan Jizzax ham ikki qo'l kirasin, bo'lmasa bo'lmadi. Birinchi tovoq g'ayrat qilingizlar. Chorxo'j boboning bir tuyasi bor, bir tiri ot, 1 million zoti bor. Halollab olishasizlar. Ikkinchi tovoqniki Hanifa hoji bobomizni bir ot, yana ustida puli ham bor. Urfat bilan Iskandar ukamiz kurashyapti. G'ayrat qilingizlar. Kurashing der polvon. Palvonlar bosish kerak. Attang qilib yurma. 2gacha deganman, 2 bo'lsa. Bu hali vaqt beraman, hali o'zim to'ymadim kurashlarga. Abdulaziz bilan Jizzax senlar ham 2 qo'l. Bir qo'li qoldi, bir qo'li. Davay, bir qo'li qolgan bo'lsa, ajratib yuboring. Молодец, diyor. Bo'ldi, boring. Hasan, menga qara. Ikkovi Biz diyorga borish. Zohid ukamiz bo'lsa ham. Palvon bo'ldi. Palvon zotini olsin. Zohid polvon g'alaba Barchasiga qozondi. taylagan diyorga ham rahmat. Hech qanday qaytganim yo'q, qo'rqqanim yo'q. To'yga olansa hamma to'yga yetsin. Rahmat kelganlarga. Rahmat Diyor polvonga ham zo'r kurashdi. Rahmat senga. Amin, to'yimiz to'ylarga ulaşsin. Gapi. Sog' kiyganlar salomat Kurashimiz bo'linglar. yakunlandi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.